Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana Bahriddinov Olimjon. Azizlarim, bugungi mavzuyimizda ong ostidan keladigan eng asosiy 7 ta ovozni eshitishni o'rganamiz. Biz doimiy ravishda ong ostimiz bilan muloqot qilamiz, lekin buni bilmasdan bajaramiz. Masalan, biz doim nimadir so'raymiz. Sevgi, muvaffaqiyat, qadrlanish, boylik, har qanday narsa so'raymizda, lekin o'sha narsa yo bizga berilmaydi, yo hayotimizga kirib kelmaydi. Harakat qilsak ham, qilmasak ham o'zgarishsiz qolaveradi holatimiz. Demak, buni sabablari nimalar? Birinchisi, biz sevgi istaymiz. Men sevishni xohlayman. Sevishni va sevilishni xohlayman. Qadrlanishni istayman. Ong ostingiz nima deydi? Birdan ichingiz qorong'ilashadi. Eski bo'lib o'tgan munosabatlaringiz esingizga tushadi. Yana meni tashlab ketsa-chi, yana men yolg'iz qolib ketsam-chi, yana meni qadrsiz qilsa-chi, unaqa bo'lsa-chi, bunaqa bo'lsa-chi, birdan shu savollar bilan ko'mib tashlayaptimi sizni? Ya'ni ichingizdan kelyaptimi? Ya'ni siz ijobiy hissiyot haqida o'ylayapsiz, lekin sizga salbiy hissiyotlar kelyapti ichingizdan. Ong ostingiz sizni himoya qilyapti, ya'ni signal yuboryapti. Bizga sevgi kerak emas, bizga kimnidir qadr qimmati yoki bunaqa munosabatlar kerak emas. Nega? Chunki agar biz yana bu munosabatlarga kiradigan bo'lsak, ya'ni sevadigan yoki seviladigan bo'lsak, biz yana tashlab ketilishimiz mumkin, yolg'iz qolishimiz mumkin. Ya'ni ong ostiga qanday kod yozilgan? Sevgi teng og'riq. Sevgi og'riqqa teng deb yozilgan. Chunki bu bizni eski tajribalarimizdan kelib chiqqan kodlar bo'ladi. Ikkinchisi, biz aqlimiz bilan aytamiz, muvaffaqiyatli bo'lishni xohlayman. Muvaffaqiyatga erishgan omadli inson bo'lishni istayman. Lekin bu narsaga ong ostimiz qanday javob beradi? Ya'ni ichimizdan qanaqa ovoz keladi? Bu hammada har xil bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyatga erishsam yolg'iz qolaman. Xo'p, nega yolg'iz qolasiz? Chunki muvaffaqiyatga erishish yo'lida meni tanqid qilishadi, meni kimdir yomon ko'rib qolishi mumkin, men kimnidir norozi qilishim mumkin degan fikrlar sizga kelaveradi-da. O'sha misol uchun qanaqadir sizga fikr, ideya keladi, o'sha o'ylagan ishingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bir dunyo to'siqlar. Demak, ong osti muvaffaqiyat haqida noto'g'ri xulosa chiqargan bu yerda. Siz xohlayverasiz, lekin sizga o'sha fikrlar kelaveryaptimi? Bilingki, siz so'ragan narsaga nisbatan sizda blok turibdi. Aslida siz ichingizdan o'sha narsani istamayapsiz degan. Uchinchisi, siz aql bilan aytyapsiz. Masalan, men insonlar bilan yaqin, yaxshi munosabat qurishni istayman. Hamma bilan zo'r kelishishni istayman. Mana ichingizdan shunaqa xohish bo'ladi-yu, odamlar bilan ko'proq gaplashish, ko'proq insonlar bilan muloqot qilish, yaqinlaringiz bilan munosabatlarni yaxshilash. Lekin ong ostingizdan qanaqa javob keladi bu siz so'ragan narsangizga? Ya'ni bu birdan fikr tarzida kelmasligi mumkin. Yaqinlaringiz bilan munosabat qurganingizda chin dildan, ichingizdan gaplashib o'tira olmaysiz. Qalbingiz bilan ochila olmaysiz. Chunki ong ostingizda insonlar bilan qanchalik yaqin bo'lsang, ular seni aldashadi, yana tashlab ketishadi, yana xafa qilishadi. Xullas, yaqin munosabatlar yaxshi emas degan kod yozilib qolgan. Bu ham eski sizni o'sha yashab o'tgan tajribalaringiz asosida. O'shaning uchun ham birdan hammani o'zingizdan uzoqlashtirgingiz keladi. Hamma bilan masofadan munosabat qilgingiz keladi. Ya'ni o'zingizga ko'p yaqinlashtirib yubormaysiz. Kimgadir yaqinlashib ketishni ham xohlamaysiz. Har doim kim bilandir yaqin bo'laman deganingizda ichingizdan nimadir itaradi-da sizni, lekin nimaligini bilmaysiz shu narsani. Demak, bu yoqda ong ostingiz sizga signal beryapti. Siz istayapsiz nimanidir, lekin sizda o'shanga qarshi bo'lgan narsa bor. Bu noto'g'ri chiqarilgan xulosa. O'shani topib olib tashlagan zahoti, demak, bu holat o'zgaradi. To'rtinchisi, men qadrli bo'lishga haqliman. Men qadr qimmatli, hurmatli inson bo'lishiga, hamma meni fikrlarimni eshitishiga, qarorlarimga quloq solishiga, meni ham inson sifatida tan olinishga haqliman. Hurmat va qadrga haqliman deb o'ylaysiz. Affirmatsiyalar aytasiz, bir balo yozuvchi texnikalarni qilasiz yoki ichingizdan his qilasizda shu narsani. Haqliman deysiz. Lekin ong ostingiz nima deb javob beradi? Sen yetarlicha qadrli emassan.
loyiq emassan qadrli bo'lishga, hurmat qilinishga loyiq emassan. Nega? Chunki istagan insonda shunaqa. Qachondir bir ayblar qilgansiz, sizni kimlardir tanqid qilishgan, sizni kimlardir o'sha misol uchun uyatli vaziyatga tushgansiz kimlarnidir yonida va umumiy xulosa men sevgiga loyiq emasman, sevilishga loyiq emasman degan xulosa chiqqan. Hattoki juda ko'pchilik shu narsani borligini o'zi ham bilmaydi o'zida. Men aytaveradi, o'zimni sevaman, o'zimni yaxshi ko'raman deydi-da, lekin o'zini qadrli his qilmaydi. Xo'p, buni qanday bilsa bo'ladi? Atrofdagilaringiz sizni fikringizga qo'pol bo'lsa ham tupurib qo'ygan. Doim misol uchun ikkita narsani tanlash kerak bo'lsa, o'ziga yoqqanini tanlaydi, siz ko'nib ketaverasiz, sizga bo'laveradi deb hisoblaydi. Ana shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, bilingki, bu yoqda sizni na qadr-qimmatingiz, na hurmatingiz bor. Buni sababi ichingizda men sevgiga noloyiqman deb o'ylaysiz. Chunki bolaligimizdan bizga aytishgan qanaqadir darajalar belgilab berishgan bizga. Sen mana shu darajaga qachon chiqsang, o'shanda biz seni yaxshi ko'ramiz. O'shanda sen sevilishga loyiqsan. Bir narsaga erishsang, keyin seni yaxshi ko'ramiz, keyin sen sevilishga loyiqsan. O'sha bolalikdan o'rnatilgan, ya'ni bizga ramka yasab berganda, misol uchun 4 burchak qilib ramkani chizib yasab berib nima degan? Sen o'sha ramkaga qachonki to'g'ri keladigan yasama niqobli insonga aylansang, o'shanda biz seni sevamiz, qabul qilamiz. Lekin qalb nima deydi? Qalb baqiradi, janjal qiladi, ichingizda g'alayon bo'ladi sizni. Qalb maska taqib yurishni xohlamaydi. Va doim insonlar tomonidan o'zingizni tan olib qabul qilmaganingiz uchun, qadrlanmaganingiz uchun chetga chiqib qolasiz, kamsitilasiz. O'sha insonlardan ham nafratlanib yomon ko'rib yuraverasiz va oxiri o'ylaysiz, ha, o'zi hamma shunaqa qilyapti, rostdan ham men noloyiqman, yaxshi odam emasman, o'zi nimaga tug'ildim, nimaga keldim, nimaga yashayapman degan fikrlar keladi sizga. 5-inchisi, aql bilan aytamiz. Hayotimni osonlashtirishni istayman. Hayotim oson bo'lsin. Hayotim yengil bo'lsin, oddiy bo'lsin. Osonlikcha erishay hamma narsaga. Osonlik bilan pul topay, osonlik bilan misol uchun men ham sevgi olay, men ham qadr ko'ray. Lekin ong ostingizda qanaqa dastur yotibdi? Qiyinchilik kelmasdan osonchilik bo'lmaydi. Avval nimagadir erishish uchun zo'r qiynalish kerak. Qanaqadir darajalardan o'tish kerak, qiynalib, misol uchun och qolish kerak, qarzga kirish kerak yoki ajrashish kerak. Misol uchun 10 ta odam bilan munosabatda bo'lib chiqish kerak yoki o'sha qadrsizlanib tashlab ketilish kerak, ko'nglingizni parcha-parcha qilib sindirib tashlash kerak va o'shandan keyin qadr topaman. Men qiynalsam, mehnat qilsam, o'shandan keyin hamma narsaga erishaman deb o'ylaysiz. Ya'ni ong osti uchun farqi yo'q. Ong osti bitta narsani biling. Sizni mana shu bir narsani to'g'ri deb qabul qildingiz-ku, men qadrlanishim uchun qanaqadir darajalardan o'tishim kerak, qiynalishim kerak degan ishonch. O'zingizga singdirdingiz, buni muhokama qilmaydi siz bilan. Buni voy egam men bunaqa noto'g'ri o'ylayapti, aslida bunaqa ham bo'lishi mumkin demaydi. Ong ostingiz uchun umuman farqi yo'q. U shunchaki bitta motor. Siz qanaqa uni uстановка qilsangiz, u xuddi shunaqa ishlayveradi. Yillar davomida o'zgarmaydi hech qanaqasiga. Demak, siz hayotimni osonlashtirishni istayapman deyapsiz, lekin ichingizdan bir boshqa ovoz kelyapti. Qiyinchilik bo'lmasdan osonchilikka erishib bo'lmaydi. Ya'ni oson kelgan narsani qadri bo'lmaydi degan narsa turibdimi? Ong ostingizga o'sha ishonchni berdingizmi? Nimagadir erishish uchun doim qiynalib o'zingizni yeb o'tib ketasiz. Oddiy bitta narsaga, kichkina bitta narsaga erishish uchun boshingizga kelmagan narsani o'zi qolmaydi. O'shaning uchun ong ostidagi dasturlarni aniqlab, ularni o'zgartirish kerak boshqa tomonga. O'zgartirganingizdan keyin esa u tushunadi va boshqacha ishlashni boshlaydi. 6-inchisi, siz o'ylayapsiz, ya'ni sog'lom bo'lishni istayman. Doim men sog'lom bo'lay, doim men omadli bo'lay, doim sog'ligim joyida bo'lsin. Ya'ni yengil maza qilib harakat qiling. Shuncha odam kabi men ham sog'lom bo'lay. Bu tez-tez kasal bo'layotganlarga tegishlidir yoki o'sha kasalligini tibbiyotdan topa olmaganlarga. Doktorga boradi,
hamma narsangiz yaxshi deydi. Lekin tomog'i og'rishi to'xtamaydi, oshqozoni buzilishini davom etadi yoki umuman bir bosh og'rig'i to'xtamaydi, boshqa narsalar. Endi men sog'lom bo'lishni istayman deyapsiz, lekin ong ostingiz nima deyapti? Qanaqa dastur turibdi? Agar men sog'lom bo'lsam, mana o'sha ovoz sizni ichingizdan keladi. Agar men sog'lom bo'lsam, unutilaman. Kasal bo'lganimda Alloh shifolasin o'sha ko'proq e'tibor ko'ryapmanmi? Men kasal bo'lganimda ko'proq mehr, sevgi olyapmanmi? Demak, men sevgi olishni istayapmanmi? Kasal bo'lishim kerak. Buni siz bilaman deysiz, tan olmasligingiz mumkin, lekin aynan hozir men aytganimdaqa bo'lmasligi mumkin, lekin mana shunga o'xshash dasturlar bu aybdorlik bo'lishi mumkin, sevgi olish bo'lishi mumkin, nimadandir qochish bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni kasal qilish, kasal bo'lishingiz, ong ostini sizni nimagadir erishishingiz uchun qo'llayotgan bitta yo'li yoki sizni qanaqadir bir ogohlantirishi bu. Siz buni to'g'ri tushunib qabul qilsangiz, albatta u, ya'ni sizga kelayotgan, tanangiz yaratayotgan, e'tibor bering, siz yaratayotgan kasalliklar o'z-o'zidan yana yo'q bo'lib surilib ketadi. Chunki kasalliklarni biz o'zimiz yaratamiz. 7-si va eng asosiysi, e'tibor bering, bizda qanaqa dastur turibdi? Biz boy bo'lishni istaymiz, pul topishni istaymiz, pulim ko'p bo'lsin, har tarafdan pullar menga oqib kelsin. Nima deydi? O'zimni eplay olmaydigan darajada ko'p pul topay deb o'ylaymizda, lekin ong ostimizda shunaqa narsa turibdiki, bir kino ko'rganimizda yoki bir qanaqadir holatlar bo'lsa, o'zimizga pul kerak vaqtda boy bo'lishni xohlab so'rayveramizda, lekin boylarni ko'rganimizda boylar yomon, bular noto'g'ri yo'l bilan boyigan, boy bo'lgani uchun bu shunaqa hech kimni aytganini qilmaydi, o'zini bilganidan qolmaydi, pul buni buzibdi, boylar unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Ish qilib boylarga, pulga nisbatan qanaqa negativ bo'lsa, hammasini sochamizda. Bir inson bir narsa qilsa, puli bor odam o'sha narsani hammasini uni puli borligiga, boyligi sababli shunaqa qildi deb o'ylaymizda. Kambag'allar yaxshi, kambag'allar hech narsa qilmaydi, ular oppoq, puli bo'lmaganligi uchun jim yuradi. Ya'ni ong ostiga boylar yomon degan signalni berdingizmi, pul yomon degan signalni berdingizmi, ya'ni kodni yozdingizmi? Bu misol uchun birdan yozilmaydi-da, sizni ko'rib qarab turib chiqargan xulosalaringiz asosida yoziladigan narsa. O'sha narsani yozganingizdan keyin siz ishonavering, sizga ong ostingiz u narsani tortib kelmaydi. Boylikni, pulni, to'kinlik, farovonlik haqida unuting. Siz aqlan affirmatsiyalar aytib, men boyman, men millionerman, men unaqaman, men bunaqaman deb turib bir narsa o'qiverasiz, yozaverasiz, kurslarga borasiz, lekin ong ostingizda umuman boshqa dasturlar turibdi. Ong ostingizga shunchalik tasdiqlab o'sha hozir men aytgan narsalarni ichiga tiqib yuborgansizki, misol uchun siz hamma joyda boylarning yomonligini yoki boylar bir noto'g'ri ish qilganligini bir marta, ikki marta emasda, millionlab marta ko'rgansizda, haqiqatdan ham shunaqa deb o'ylaysiz. Va ong ostingizga berdingizmi o'sha dasturlarni, ong ostingiz aynan demak kambag'allik yaxshi ekan, boy bo'lsam yomon bo'lib ketar ekanman. Boylik biz uchun xavfli ekan deydida, sizga mana shu hayotingizga yashab qolishingiz uchun yetarlicha bo'lgan pul kelib turadi siz uchun. Misol uchun bir oyga yashab qolishingizga 2 million, 1,5 million, balki 500 ming, balki 10 million pul yetarlimi? Bo'ldi. O'sha xarajatlaringizga yetar yetmas pul kelib turadi va ana shu bilan qorningiz to'yib qolaveradi. Boshqa orzularingiz, hamma narsa qolib ketaveradi. Sabab ong ostida noto'g'ri dastur turibdi. Endi men bu yerda asosiy 7 ta bo'lgan dasturlarni sanab berdim. Bular odatda juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni muammoga qarab farqlanaveradi. Eng ko'p uchraydigan muammolarni aytdim. Mana shu umuman ong osti dasturlarini to'g'ri topib, o'sha tochkasini qachon tushganligini topib, siz uchun nimaga xizmat qilayotganligini topib, olib tashlaydigan bo'lsak ong ostidan, ya'ni uni o'zgartiradigan bo'lsak boshqa tarafga, ong ostiga boshqacha buyruq berib, boshqacha kod yozadigan bo'lsak, hayotingiz vaqt o'tishi bilan umuman boshqa tarafga o'zgarishni boshlaydi. Bu munosabatlar bo'lsin, rivojlanish bo'lsin, pul bo'lsin,
qo'rquvlar bo'lsin, sog'liq, istalgan narsani o'zgartirish mumkin. Istalgan narsani. Ya'ni tayyor bo'lgan insonlarga. Siz ha, demak men shunaqa shu vaqtda xulosa chiqargan ekanman, mana endi o'zgartiraman deb turib, o'sha narsani o'zgartirganingiz bilan u narsa bir kun, 2 kun, bir hafta, bir oy o'zgaradi, yana eski fikringizga qaytib qolaverasiz. Chunki siz u yerga urug' ekmadingiz. Shunchaki tushundingizda, lekin eski dasturingizda yana qolib ketaverdi. Bu yerga yangi urug' ekish kerak. Yangi ong ostiga boshqa yo'llar borligini o'rgatish kerak. Yangi g'oya kiritish kerak. Yangi g'oya kiritsa, bu narsa keyin qachondir o'sib unib chiqadi va hayotingizni tubdan o'zgartiradigan holatga olib keladi. Sizni ong ostingizda qanday dasturlar bor? Siz o'zingiz xohlagan nimanidir o'ylaganingizda o'sha narsaga nisbatan ichingizda qanday qo'rquvlar keldi, qanday fikrlar keldi? Albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularni har birini o'qiyman va javoblar beraman. Ong ostingizni o'zgartiring va hayotingizni umuman yangi darajaga olib chiqing. Sizlar bilan ong osti bilan munosabatlar bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.